odatda ingliz tilini 1 yil mobaynida yaxshilab o'rgansangiz B2 darajaga chiqishingiz mumkin. Lekin biz ba'zi bir o'quv markazlarini reklamalariga, falsifka reklamalariga ishonib o'quv markaziga sarmoya kiritib qo'yamiz, lekin o'zimiz o'qimaymiz va buni natijasida o'quv markazlari aybdor bo'lib qoladi. Lekin ular qo'ygan vaqt ham juda ham qisqa. Misol uchun 3 oyda ingliz tili IELTS 7+ yoki 1 oyda 6,5 tuda o'shanaqangi gaplarga, o'shanaqangi reklamalarga ishonmasdan o'zingiz o'qisangiz ham, o'z ustingizda o'zingiz ishlasangiz ham bu natijalarga erishishingiz mumkin. Faqatgina kimdir sizni o'qitib, обязательно miyangizga kirgizib qo'yadi degani emas. Va shunaqa ekan, men o'zim ham boshlanishida shunaqangi havo gaplarga uchib, ba'zi bir o'quv markazlariga pul kiritganman. Lekin o'qish davomida o'sha arzon o'quv darslari, kurslar taklif qilgani uchun pulni yarmini berib, o'sha 1-2 kun darsiga qatnashib ko'rganman va bilganmanki, o'zim o'qimasam hech kim menga kiritib bera olmaydi va arzon sizga taklif qilayotgan o'quv markazlari ham kerak bo'lsa o'qituvchini yoki darslarni sifati pastligi uchun ham arzon o'qish sizga tavsiya qiladi.